Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz jamoamiz bilan eksperiment video ishlab ko'rishga qaror etdik va bugun urganchlarni birgalikda tozalaymiz. Xullas, biz videoning oxirida challenge e'lon etamiz va challenge shartlarini ham videoning oxirida ko'rishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasam, ketdik. Let's go! Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Negadir bu shahar men uchun go'yo qafas. Uylar quriladi, hammada xoyu havas, lekin tabiatimizning ishlari joyida emas. Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Gapirsam o'rtoqlarim deydi menga qo'yindama. Boshqalar biz bilmaymiz, bu bizni bo'yinda emas. Ko'zingni ochchi inson. Hozir pametnik yanında bo'ldik. Endi do konca stadionni svetoforni salatokni tozaladik. Bez va ayoru. Shu ko'chani tozalab yurganingizda, ko'zingizni, oldingizda sizni ko'rib turib musorni tashab ketgan vaziyatlar ham bo'lganmi odamlar? Ko'p bo'lgan unday vaziyatlar. Oq bo'lgan narsalar kul rangga o'tdi. Insof shunchalik arzon. Monrodagilar, respekt. Biz ishlab yurganimizni ko'rib, buzli ichimliklar chiqarib turibdilar. Rahmat. Salfetkalar bu rostdan sonra köşede sıyırıp toz olup ketadi. Ha, unda emas ideal adam bunday bo'lmaydi. Shuni musor urnaga tashlasa ideal adam bo'ladi. Sen doldurdum. Musor tozalashda bir yaxshi tarafi bor ekan, erkin narxon o'rganib qoldi. Paketlar shu, bu 150 ming so'mlik narsadan tashlab qoladi deydi. Qimmatga ketdi. Oldindan latok o'tgan do'kon egalari ko'rib turgan bo'lsa, iltimos, bu latokni ichib musor qaramaysiz, bera atib tozalab tashamanglar. O'zi vijdoni bor, insofi bor odamlar ishni aytmaydi. Mabodo xato qilib qo'ygan bo'lsam, shu gapdan keyin o'zgartiringizlar, biz ham maqsadlarimizga erishgan bo'lamiz. Negadir bu shahar men uchun go'yo qafas. Uylar quriladi. Ish vaqti tamom bo'lgandan keyin ham majburan ishlagan vaqtlaringiz bo'lganmi? Ko'chaga eng ko'p tasodif musor nov deysiz. Adamlar shu ikkaladidan ko'zning o'ngida zingib beradi. Qo'chaqmi? Eng ko'p duch keladi o narsa. Bu maga. Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Negadir bu shahar men uchun go'yo qafas. Uylar quriladi, hammada xoyu havas, lekin tabiatimizning ishlari mehnat qoradar degan tushuncha borku shu vaqtda bo'ladi ekan. Abetchi issidan. biz bilmaymiz, bu bizni bo'yinda emas. Ko'zingni ochchi inson biz o'yinda emas. Hamma narsa O'zim yashab turgan sobstvenniy uyimni tozalandan bunday so'yinmayman. Mana tozalamasimizda oldin latokni ahvoli sal og'ir bo'lib turadi. Hozir top tozaladik. Shunday kayfiyatda turib manshamizlar. botdi. Oq bo'lgan narsalar kul rangga o'tdi. Insof shunchalik arzon narsa bo'lib ketdiki, izlab ko'rish kerak topilar. Musor tashlash uchun maxsus joyga keldik. Bu musorkani o'zina yordam kerak ekan ahvol ekan. Chiroyli yangi binolarni ko'rganda Bir oydan necha so'm oylik olasiz? Aytib turgan mehnatingiz oylikka arziydi deb o'ylaysizmi? Shukr arziydi, minnatimiz loyiq, hammasi shuni arkasından bo'lib turibdi. Shunday odamlarga novda ham bo'ladi deydi. Ularni tashamayman burun shu axlat tozalovchilar o'zimni onam edi deb o'ylasalar boshqacha bo'larmidi. Bugungi jamoamiz bilan yig'ilgan musorlar, axlatlar bu bizaniki emas, lekin yer bizaniki. Shuning uchun yangilar do'stlar, ushbu videodan keyin sizni aynan ozgina bo'lsam qadriyatingiz o'zgarsa, biz jamoamiz bilan birga maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Hurmatli do'stlar, challengening oxirida e'lon etaman dedim. Challenge shartlari shundan iborat bo'ladi. Video qo'yilgan kundan bir hafta davomida qadrli inson hashtagida storiesingizda shu ko'rib turgan blogerlaringiz ichidan xohlaganini atmet ketasizdan urnaga musorni apart tashlaganingizni syomka etib joylaysiz. Biz bir hafta davomida jamoamiz bilan birgalikda ushbu hashtag ostida sizlarni storieslaringizni daboit qilib boramiz. Hammaga rahmat.